Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı devamlaştırmaz. Bugünkü ıslah işkemezce görmünç yıl 9. ayının 3. günü haftaga Perşembe. Endiki mavzamında. Tibet misafirleri armiyası yaki kısımları Hindistan Qurolli Kuchlarının en mühim bir kısmı Beijing bununla cevap qaytardı. Mavzulu haber 9. ayının 2. günü Dovitor bitedi ilan kılın. Haber bundak başlandı. Cumhuriyet Tashqi ishlar Ministerligi 9. ayının 2. günü ötkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bir nafar muxbir Cumhuriyet taraf Tibetning Hindistonni qo'g'dash va hujum qilish politsiyasining bir qismi bo'lib qolganligiga qanday qaraydi? Cumhuriyet taraf yani Tibetning Hindistonni qo'g'dash va hujum qilish politsiyasining bir qismi bo'lib qolganligiga qanday qaraydi deb savol qo'yganda bayonotchi Hua Chunyuan javob berib mundaq dedi. Cumhuriyet Tashqi ishlar Ministerligining 9. ayının 2. gündeki xabariga asoslanganda bir nafar muxbir shu kuni o'tkazilgan Tashqi ishlar Ministerligining muxbirlarni kutib olish yig'inida Hindistonning so'zlaridan naql keltirib bundaq dedi. Amerika Merkezi Axborot İdaresi yetakchiligida qurilgan musofir Tibetli askari qismlari Hindiston qurolli qismlarining bir qismi ko'p xil texnikalik qurollar bilan qurollangan. Shunlashqa Jungo tarafdan surishtirib ko'rmoqchimizki, Jungo Tibetlarning Hindiston davlat mudofaasi va hujum qilish qismlarining bir qismi bo'lib qolganligi qanday qaraydi deb savol qo'ydi. O'zi bu so'zni, bu savolni bir takrorlab bayonotchi Hua Chunyuan xonim mundaq javob berdi. Hindiston chegara mudofaa qismlari ichida shtabetliklar bormi yo'q, uni bilmaydi ekanman. Bu uningdan kelgan Reuters agentligi, bu Angliyadan kelgan kechiringlar, bu Angliyadan kelgan Reuters agentligi muxbirining bu ishni chunqur tekshirib beqishini umid qilaman. Hua Chunyuan mundaq ko'rsatdi. Sen qo'ygan savol jumladan 20. asrning 60-yillarida Amerika Markaziy Axborot idorasi Tibet musofirlari degan so'zlar kishini chunqur o'yga soladi. Kishilar Tibet masalasining kelib ketishi va o'tirg'i chiqishi Amerikaning bu yo'lda o'ynagan rolini o'ylaydi. Jungo tarafning bu to'g'ridagi maydoni intayin aniq. Hindistonni o'z ishiga olgan har qandaq davlatning Tibet mustaqilligi va bo'lginchiligini qo'llash bilan Jungoning qarshi turishiga Jungo qat'iy qarshi turdi. Yana bir xabar vatandosh. Xinjiang meselesi ya mustamlika Uyg'uriston meselesi irq yo'qotish jinoyatiga chetishlik bo'lib qoldi. Beijing ismini atab Adrian Zennes buning orqasida dedi. Mavzuli xabar 9. ayning 3. kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Cumhuriyet Tashqi ishlar Ministerligi 9. ayının 2. günü chaqirgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bir nafar muxbir yaqindan beri tashqari dunyoda Jungo hukumatining Uyg'ur ayollarini majburiy tug'ut cheklashga bola tushirishga zo'rlaganligi to'g'risidagi xabarlar rasmiy yolg'onmi? Hamda Jungo taraf Amerika Qo'shma Shtatlarining dal hozir planida turayotgan Xinjiang masalasiga berib ketiladigan irq yo'qotish jinoyatiga qanday qaraydi deb savol qo'yganda bayonotchi Hua Chunyuan mundaq javob qaytardi. Amerika matbuotlari oshkorlab Amerikada hozir Xinjiang masalasi irq yo'qotish irq yo'qotish jinoyatni bekitishni muhokama qilyapti.
Bunun Cungo taraf qanday qaraydı deb savol qo'ydi. Men bu savollarga javob beray dedi. Bayanatçı Hua Chunying mundaq dedi. Şinjan'da Uygurlarga, yani müstemlik Uyguristan'da Uygurlarga Cungo hükümeti ziyankeşlik kıldı degan hüküm saxta hüküm. Cungo qarış güçler qəsdən oydurup çıkan kişine ço'chitadigan meseledir. Cungoni cheklash, Cungoni qaralash uchun ishlatadigan so'z iboridir. Uyg'urlarning nüfusu 1979 yildagi 5 milyon 550 mingdan hozir 10 milyon 271 mingga ko'paydi. Şunlaşqa ırıq yo'qotish degan so'z bu yerda oqmaydi. Jungoga qarshi kuchlar Jungoning Şinjanni boshqarish siyosatiga hujum qilish, masalan, Germaniyalik olim Adrian Zennis qatorliqlar ba'zi faktlarni yomon g'araz bilan asoslab bir necha artistni chaqirib yollab sahna so'zi tayyorlab berib bu ishlarni ko'tarib chiqaryapti. Hua Chunying xonim bir savol qo'yib o'tay sizga, kechiring Jumo xonim. Bu 1979 yil havası 1980 yillar degan bu chaqda sizlar Uyg'urning nüfusini allaqachon 10 milyondan oshdi, 12 milyon deb bo'lgan chaqlarga bu. Faktni izlashga hozir mening vaqtim yo'q. Daftaringizni siz aqtirib beqing Hua Chunying xonim. Vaqtini 10 milyon, 12 milyon deb bo'lgan siz qandaqlardan yana bu qandaqlar yana 5 milyon 550 ming deyish petendiniz Hua Chunying xonim. Ey yalğançılık. Yalğançının kuyruğu bir tutam degen gep, qaltis gep eken Cuma. Yalğan söz degende kelle kuyruğu bir tutam bop qaldigan gep eken. Hua Chunying xonim. Bu hem de başka bayanatçılar yarışatdı. Kuyruğu bir tutam bolup qalish. Sizge yaraşmaydı Hua Chunying xonim.